Normalni o'tir. Zalda trener aytganini qilmaydigan, trenerovka qoldiradigan bolalarni mana shuni jazolaymiz. Biz zalda shu urf bo'lib qoldi. Tarbiyasiga bittada ta'sir qiladi. To'g'rimi? Ham o'ziga ham foyda. Oy! O'chiroq. Oy! Oy, 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 oy. Oy! 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 Ay, ay, aka, sizlarni oyog'im. Ay! Bosh. Ay! Azoblar. Ochishni o'chiroq. Ay! Razminga qilgan, xavotir olmanglar. Trenovkadan keyin qizi yo'q. Hech narsa. Ay! 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 Men qo'rqmadim hali. Milliy gvardiya baqirsa. Ay, tegdi ukani. Tegmadi. Aka yaqin. Tegdi kuz. Devorga tegsin. To'xta, to'xta. Yana qoldirasan? Yo'q. Yana qoldirasan? Yo'q. Xo'p, bitta ket. Yana qoldirang. Yo'q. Nima deyish kerak menga? Uzr ustoz boshqa qaytarmaydi. Spagetti ochilgani uchun nima deysan? Rahmat. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Suhrov aka. Chin ko'ngildan ayt. Chin ko'ngildan rahmat Suhrov aka. Ko'ngildan chiqmayapti. Joy Suhrov aka rahmat. Suhrov aka. 30 gacha sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ko'rdinglarmi? Tarbiyasiga juda qattiq ta'sir qildik. Butun umr endi bu bola tronga qoldirmaydi. Mehrada, yaxshimisan? Yaxshi. Mana spagetti ham ochilib qoldi, ukan. Nima deyish kerak? Rahmat Suhrov aka, o'z xohishim bilan ochdim. O'z xohishing bilan o'zing so'rading, to'g'ri? Spagettimni oching dedingmi? Ha. Hammasi o'z xohishing bilan bo'lyapti. Malades ukan. Endi bemalol kallasiga tepaverasan. Rastashkada muammo bo'lmaydi endi. To'g'rimi?